Agar sizda yoki yaqin insoningizda SDVG ya'ni diqqat yetishmovchilik muammosi bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga maxsus menyu beraman. SDVGda asosiy muammo dopamin yetishmovchiligi, ya'ni zavqlanish, motivatsiyani yetishmovchiligi bo'ladi. Dopaminning asosiy manbalari bu ijtimoiy tarmoqdagi videolar, shirinliklar, shirin napitkalar bo'lishi mumkin. Bu xuddi fast foodga o'xshaydi. Birdaniga qorin to'ydiradi, lekin keyin ahvol yomonlashishi mumkin. Men sizga bunga dopamin menyusi bilan yechim beraman. Turgan joyda 1-3 daqiqa sakrash, bir chashka qahva yoki kontrast dush qabul qilish yoki bitta o'zingizga yoqqan musiqa eshitish bu sizga perikusli sifatida bo'ladi. Asosiy taomga esa o'zingiz yoqtirgan musiqada 10 minutdan oshiq raqsga tushish, o'zingiz yoqtirgan insoningiz bilan toza havoda sayr qilish, sport bilan shug'ullanish yoki o'zingiz yoqtirgan hobbingiz bilan shug'ullanishingizni maslahat beraman. Garnirga bo'lsa, audio kitob eshitishingiz, delfin terapiya, bel shum ovozlarini eshitishingiz mumkin va raskraskalar yoki mandalalar bo'yashingiz mumkin. Desertga esa ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'pida 15 minut o'tirishingiz yoki o'zingiz yoqtirgan serialni faqatgina bir qismini tomosha qilishingiz mumkin. O'zingiz uchun maxsus taklif ham bering. Masalan, konsertga borish, kino ko'rishga borish yoki tabiat qo'yniga sayrga chiqish yoki yengillik qiladigan biror ishni bajarib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu usulni bugunoq sinab ko'ring va albatta yaqiningiz bilan bo'lishib qo'ying. Bu u uchun eng asosiy menyu bo'lishi mumkin.